Qo'y chiqani. Yaxshi. Faqat bitta muammo bor-da. Hisob kitob qarasa, shu ketkizgan vaqtlaringga bu ishlaring sal uzoqda. Ish yaxshi chiqqani, lekin uzoq ishlagansizlar. Shuning uchun men smetalaringni, pullaringni yarmini beraman. Vaqt ko'p ketdi, ovqat ko'p ketdi. Matematikmizdan. Endi qo'ldan kelgancha-da. Qarada. O'zi bitta savol. Kecha magazindan 2 pachka tuxum olganman. Xo'sh. Bitta pachkasida tuxum bitta kami. Ikkitasini kecha qavurib yedim. Keyin bugun ertalab 3tasini qavurib yedim. Endi hisob kitob qilib ko'rchi, uyingda nechta tuxum qoldi? Qidirib top.